Jinini katta kichigi bo'lmaydi. Soling-chi qaningizdan. Ishonmaganlar uchun mana. Yana xonadonimga pena beton qildiryapman, qani mustahkamligiga baho beramiz. Aka pena beton narxi nechi pul tomga polga? Tomga 7 sm dan 10 sm gacha bo'ladi, vodiy bo'ylab 45 mingdan, voha bo'ylab kelishgan holda. Polga 10 sm dan 13 sm gacha bo'ladi, 65 mingdan. Ana ustidagi oq material sizdan, Bizdan. sement sizdan, Bizdan bo'ladi. pena betonga teggan hamma narsa sizdan, to'g'rimi? Bizdan bo'ladi albatta. Uyda ekansa faqat pul sanab bersa bo'ldi. Pul sanab bersa bo'ldi. Tushunarli. Jigarlar, agar siz ham xonadoningizga xuddi shunaqa pena beton qoldirmoqchimisiz? Yozda salqin, qishda issiqlik kerakmi? Konditsioner qo'yishingiz kerak yo'q. Har yili qishda 10 tonna ko'mir yoqib yuboryapsiz. Tomingiz usti loy, lekin issiqlik chiqib ketyapti jigarlar. To'g'rimi usta aka? To'g'ri, albatta. Demak, hozir ko'pchilik xonadonlarda uyi loyda, loyni ustidan ham bosib beraverasizmi? Bosib beraveramiz. Tushunarli. Batafsil ma'lumot olishim ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Jigarlar, jinini katta kichigi bo'lmaydi. Soling-chi qaningizdan. Ishonmaganlar uchun mana. Jigarlar, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. So'zlamas Batafsil ma'lumot olinglar. Respublika bo'yicha faqat biz mana shunaqa master pena betonchimiz shunaqangi endi xonadoningizni qilib beramiz. Bemalol mana o'zim uyimga 2 kvadratli joyga qilib beryapman. Jinini katta kichigi bo'lmaydi. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qo'yinglar.